Bilsa kerak, mana Mohinur Toshtemirova va ularni daromadlari. Shu ayol ham uyda o'tirib, uy bekasi bo'lib turib, bir so'm pul tikmasdan, prosta registratsiyadan o'tib, shu o'rganib, polni biznesni qanaqa qilishi, qo'lidagi telefon bilan mana bularni chetlari 30-40 million pul topish, menimcha bu juda ham yaxshi uyda o'tirib, udalyonlikda juda ham zo'r. O'zinglarni burchaginglar bo'ladi. Hech kimdan, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hech kimdan zavisimiy bo'lmaysizlar. Ha, deb pul ber, pul blogerlargacha yalinib pul so'ragan ayol qizlar bor-da, to'g'risi. Mana ishlanglar, mana bir so'm pul so'rang. Faqat shustrib olib, o'rganib, bu yangi brend emas, hamma yoqqa reklama qilib, buni ishontirishga kerak emas. Uje hamma biladi. Prosta zo'r o'rganib olib, o'zinglar o'sha yo'l yo'rig'ini ustozinglardan yaxshilab o'rganib olsanglar, pul topasizlar, imkon bor. Faqat harakat qilsanglar bo'ldi. Men ularni kanallarini qoldiraman, kirib ulanib olinglar. Bir so'm sarmoya kiritmasdan biznes boshlaysizlar.